Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Gladik jigarlar. Anchadan beri video qo'ymadim chunki kanalimiz yana ban yedi. Ya'ni ikkinchi ban. Endi bilmadim bu videolar risk baribir yana agar shunaqa video qo'ysam ban bo'lib ketishi ham mumkin. Katta video qo'ysam o'sha uchun ham qo'yardim. Mayli endi qolgani xudodan bolalar. Bolalar endi kontent bu kanal kontent sizlar bir 2-3 minut video bo'lishi kerak. Balki bundan ham ko'p. Qisqa tushuntirib o'taman. Tedimda sizga kerak bo'ladigan fishka desa bo'ladimi, sekret desa bo'ladimi, life hack desa bo'ladimi, o'zida tushunib bo'ldirasizlar. Lekin sizga ancha foydasi tegadi bolalar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz yaxshi bo'ladi bolalar. O'zingizga ham keyin men Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar va Instagram kanalimga o'tib qo'yishni so'rab qolardim bolalar. Unda vaqt cho'zmasdan ketdik. Qaranglar bolalar, sopernik katta kelayotganini bilyapsizlar va shunga qarab sразу priyom qilishlar kerak. Iloji bo'lsa full close emas, faqat kutib olib. Ya'ni-da men shu shotlarni ko'rishim mumkin. Men sopernik metga beryapti, va uni kutib olyapman prosta. Siz ham shu sopernikni birinchi priyom qilib kutib olsangiz bo'ldi. Easy shot olib bilasizlar bolalar. Agar soperniklar kuchli bo'lsa, siz ham priyom qilib kutib oladi u ham bolalar. Kutib o'tiradi u ham. Bu vaziyatda lekin boshqa yo'llar bilan chiqib ketish kerak, lekin priyom sizlardan soperniklar teng o'ynasa yoki da sal kuchliroq bo'lsa, mana shu usullar bilan easy shot olib qo'yasizlar bolalar. Hozir bu joyda o'lib ketganimiz bilan sopernikda shot olishimizga qanday qilib desangizlar, ya'ni-da mana shu tedim kartasida har bir joyni mukammal o'rgansizlar, sopernik qatdan chiqayotganini bilib borib olasizlar bolalar. Bu narsa har payt o'xshab qolishi mumkin, lekin sizlarga muhim o'yinlarda yordam berishi aniq bolalar. Hammamiz mana shu joyni bilamiz. Bolalar bu joyda faqat pik bilan kutib olsangiz, yomon hechotlar beradi. Bilasizlar, men ko'p videomda mana shuni kutib olaman bolalar va sopernik kalasiga 2-3 daqiqalarni easy berib yuboraman. Agar joninglar kam yoki da tezroq pozitsiya almashtirmoqchi bo'lsangiz, qo'llarga qayishga o'xshab yugursangiz, personaj tezroq harakatlanadi bolalar. Bu narsa amaldan o'tgan eshitdi. Hozir bu usul 50 ga 50 lekin bolalar. Mana shu joyda ko'p soperniklar chiqmay turadi, lekin sizda shot bo'lsa, aniq rashklar desaga bolalar. Mana shu o'tirirsizlar. Ya'ni-da men bu tepaga chiqib olgan holda sopernik kelayotgan payt saklab o'rsizlar, unga o'q desa qaytib 2-3 ta o'q tegsa ham bo'ldi. Buni o'ldirishlarga sizda shans bo'ladi bolalar. 70-80%. Bu usul ham 50 ga 50 lekin bolalar. Bilasizlar, top demirlar bitta sakrab 2-3 daqiqada urib qo'yadi. Mana shunaqa qilib menga o'xshab qanday qiladi? Ko'p odam hayron qolib qoladi. Chiti bor deb o'ylaydi. Yo'q bolalar. Prosta otayotgan paytda joystickni pastga qaratgan holda otish kerak. Shunda sizda rega normalniy bo'lib qoladi bolalar. Ya'ni o'qlar sachrab ketmaydi. Shu bilan videoni yakunlaymiz bolalar. Bunaqa videolar chiqishi uchun ko'proq menga aktiv kerak. Aktiv past bo'lsa, shunga yarasha bolalar pastroq videolar chiqadi. Sizlar bilan Gladik bo'ldi. Hammaga rahmat.